Assalomu alaykum hammaga. Demak, Bitcoin'ni qisqacha analiz qilamiz. Allohning izni bilan albatta. Xo'p, umumiy katta time frame ni analiz qiladigan bo'lsak, Bitcoin all time high'ni yangiladi. Allohning izni bilan. Buni yangilagandan keyin formatsiya beryapti, ya'ni haftalik time frame ga o'tamiz. Kunlik time frame ga o'tamiz. Xo'p. Mana bular, ya'ni olinishga ega bo'lgan likvidatsiyalar mana bular. Va mana bu yerda qondirilmagan hudud. Xo'p. Kunlik time frame ga o'tamiz. Kunlik time frame da mana bu yerda поглощение bor va ana shuni testida lokalniy likvidatsiyalarni yechdi, ya'ni lokalniy shortlarning likvidatsiyasini tozaladi mana bu yerda. Hozir. Xo'p, buni tozalagandan keyin 4 soatlik time frame ga o'tamiz. 4 soatlik time frame da demak mana bu yer ham qarshilik hisoblanadi. Mana shu yerdan reaksiya olishligi mumkin. Katta time frame dagi holat, ya'ni o'tgan safar голосовойda tashlagan edim. Swing dagi holat bor. Ya'ni pozitsionniy holat bor. Swing dagi holatda mana bunga kelish ehtimoli bor. Bu swing dagi analizda demak 4 soatlikdagi analiz bo'yicha mana shu yerdan hozir demak reaksiya olyapti qarshilik hududidan. Ko'ramiz. Bu mana bu yerlarni olish ehtimoli yo'q emas. Faqat ungacha mana bu yerda bu mana 4 soatlik time frame ga o'tganimizda bu kunlik time frame dagi analiz. Mana bu yerlar ushlab qola olmasa Bitcoin'ni, bu yerda qanaqadir kichik time frame da razvorot bermasa, mana bularni oladi. Yig'ilgan ichki likvidatsiyalarni oladi. Bu kunlik time frame dagi analiz bo'yicha ko'ramiz. Hozirgi joyidan swing dagi analizda mana bularga tushish kerak, katta ehtimolda. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bo'lib. Kichkina 4 soatlikdagi analizda bo'lsa, mana bu joyga tushganda qanaqadir razvorot bersa, qisman lokalniyda yurish qilib berishi mumkin, lekin katta time frame dagi analiz kuchliroq hisoblanadi. Ko'ramiz. Qanaqadir formatsiya bersa, ana undan keyingina ko'rishimiz mumkin. Ungacha hozirgi qarashim mani ya'ni qarshilikda hamma sabablari bor tushishlikka. Eskidan tarixdan kuzatayotgan odamlar bilishadi, qayerdan qanaqa analiz qilishligimizni. Allohning fazli bilan albatta. Bitcoin all time high'ni yangilagandan keyin mana bu yerda xabar berganmiz. Xuddi shu vaqtda ham adashmasam buni oladi deb 59 mingni ungacha ham yurish qilgan. Mana bunday to kelib, bu yerda mana bu yerda holat o'zgarib turib, yana yurib, baribir shunga kelgan. Mana buni olishligi, masalan, tushuntirish beray ko'pchiligiga foydali bo'ladi. Mana buni olishligi, masalan, haftalikda, ya'ni swing analiz qilgan bo'lsak, mana bu yerdagi holat kunlik time frame da o'zgargandan keyin kunlikda dailyda analiz ichki holatda yuqoriga qarab yurgan. Mana bunaqa holatlarni bo'lishga harakat qilamiz. Ya'ni katta time frame da 102 ming, 100 minglarga tushish ehtimoli bor. O'sha ichki time framelarda qanaqadir formatsiya bersa, inshaalloh bo'lishga harakat qilamiz. Ungacha sabr qilgan yaxshi. Ya'ni mana bu yer ushlab qola olmasa, ichki time frame da tushib kelaveradi toki formatsiya berguncha. Formatsiya bersa, misol uchun qanaqadir 1 soatlikdami, 4 soatlikdami nimadir beradigan bo'lsa, ana undan keyin demak qarashimizni o'zgartirsak bo'ladi. Xo'p, kutamiz hozircha. Holat qanaqa? Bu yerdan pasayish ehtimoli bor. Aynan mana 1 soatlik time frame da ham mana bu yerlargacha birinchi take profitlar mana bu yerlargacha
kelishi ehtimoli bor. Agar bu joylarda ushlab qololmasa, mana buni oladi bu ichki time frame bo'yicha. Agar bu joyda qanaqadir razворотный model beradigan bo'lsa, ya'ni burilish modelini qisman yana yuqorilab turib, keyin mana bunaqa ssenariy ko'rishimiz ham mumkin. Xo'p. Hozir birodarlar 1 minut. Bugun shu analiz yetadi, mikrofonni bekitib turaman.